Shomurodovni Turkiya Italiyadan rasman sotib olmoqchi. O'zbekistonlik futbolist Shomurodovni Turkiya rasman sotib olishi xabarlari tarqalmoqda. Uchta davlat futboli xarakteriga moslashgan o'yinchini Fenerbahçe klubi sotib olsa, Başakşehir undan 20 million yevro transfer narxi so'raydi. Italiya klubidan ijaraga olingan futbolchi Eldor Shomurodov joriy mavsum Turkiya Superligasida yaxshi o'yinlar ko'rsatib, gol urmoqda va shu sababli boshqa klublarning e'tiborini ham torta boshladi. Avval Italiya, Rossiya va endi Turkiyada to'p surayotgan o'yinchining mahorati katta maydonda ishonch uyg'onishiga sabab bo'lmoqda. U Başakşehirda markaziy hujumchi bo'lsa-da, gol urish uchun to'pni kutmaydi, balki jamoalasha oladi. Shomurodov ko'p hollarda raqib himoyachilarini ortga tortib ketadi. Qanotdan kelayotgan futbolchilarga bo'sh zona ochib beradi. Pressingda raqibni xatoga majbur qiladi. Futbolchining bu taktikalari kuchli raqiblarga qarshi o'yinlarda jamoa pastdan hujum qilsa yoki qarshi hujum kontrataka ko'p bo'lgan matchlarda ayniqsa yaxshi ishlaydi. Videoni Shomurodovning fanatlariga yuborib qo'ying.